Bugun sizlar bilan ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan tartibga soluvchi ishoralarni o'rganamiz va ko'rib chiqamiz. Tartibga soluvchi ishoralari quyidagicha. Eng oson ishorasi, birinchi ishora. O'ng qo'lini jezl yordamida yuqoriga ko'tarish. Bunda barcha harakat qatnashchilari harakatlanishi taqiqlangan. Piyodalar ham qatnov qismidan o'tishi taqiqlanadi. Tartibga soluvchining ikkinchi ishorasi quyidagicha. Qo'llari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda tartibga soluvchining oldi va orqa tomondagi transport vositalari harakatni taqiqlaydi. Ikkita yon tomoniga ruxsat beriladi. Bunda relsiz transport vositalari to'g'riga va o'ngga, tramvayga esa faqat to'g'riga harakatlanishi mumkin. Tartibga soluvchining uchinchi ishorasida quyidagicha mashq bajaramiz. O'ng qo'li oldinga uzatilganda tartibga soluvchini orqa tomondagi haydovchilar to'xtaydi va o'ng yon tomondagi haydovchilar ham harakatlanishi taqiqlangan. Bunda tartibga soluvchini oldi tomondan keladigan transport vositalari faqat o'ngga harakatlanishi mumkin va chap yon tomondan keladigan transport vositalari istalgan yo'nalishga harakatlanadi. Tartibga soluvchi haydovchilarga tushunarli bo'lishi uchun boshqa ishoralarni ham berishi mumkin. Tartibga soluvchining hushtak ishorasi bu harakat ishtirokchilarini e'tiborini jalb qilish uchun. Demak, qoidalarning 2-bandi nazarda tutilgan joylarda keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan transport vositalari harakatni davom ettirishi mumkin. Hurmatli obunachilar, sizlarda ham qiziqarli savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda albatta javob berib o'tamiz. Bugun sizlar bilan ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan tartibga soluvchi ishoralarni o'rganamiz va ko'rib chiqamiz. Tartibga soluvchi ishoralari quyidagicha. Eng oson ishorasi, birinchi ishora. O'ng qo'lini jezl yordamida yuqoriga ko'tarish. Bunda barcha harakat qatnashchilari harakatlanishi taqiqlangan. Piyodalar ham qatnov qismidan o'tishi taqiqlanadi. Tartibga soluvchining ikkinchi ishorasi quyidagicha. Qo'llari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda tartibga soluvchining oldi va orqa tomondagi transport vositalari harakatni taqiqlaydi. Ikkita yon tomoniga ruxsat beriladi. Bunda relsiz transport vositalari to'g'riga va o'ngga, tramvayga esa faqat to'g'riga harakatlanishi mumkin. Tartibga soluvchining uchinchi ishorasida quyidagicha mashq bajaramiz. O'ng qo'li oldinga uzatilganda tartibga soluvchini orqa tomondagi haydovchilar to'xtaydi va o'ng yon tomondagi haydovchilar ham harakatlanishi taqiqlangan. Bunda tartibga soluvchining oldi tomondan keladigan transport vositalari faqat o'ngga harakatlanishi mumkin va chap yon tomondan keladigan transport vositalari istalgan yo'nalishga harakatlanadi. Tartibga soluvchi haydovchilarga tushunarli bo'lishi uchun boshqa ishoralarni ham berishi mumkin.